qimmat so'ragan trenddagi bozor. Yangiliklar mana kamzirlar chiqibdi. Mana ranglari buni. Kattalar uchun. Bular pachkaga 80 ming so'm ekan. Gullilari 50 ming so'm ekan. Bu kapshunkaliklar 90 ming so'm ekan. Maktab yoshidagi qizlarga kashmirlar 50 ming so'm ekan pachkaga. Birinchi ikkinchi sinfga tushadi ekan. Bu bozorda kattalarniki ham bormi deganlar juda ko'p bo'lyapti. Kattalarning kiyimlarini juda ko'p bu yerda. Kashmir sportkalar, ayollar uchun kamzirlar pachkaga 170 ming so'm. Maktab yoshidagi bolalarga 100 ming so'mdan kurtkalar. Ranglar, razmerlar bor. Xalatlar ham rassetkalar, sirop. Bizda legendarniy ishlar. Mana yangilik chiqqan, yangi fason. Ko'ynakchalar, tepa pastlar bor. Bemalol kelaverasizlar. Kattalar uchun trikolar 25 ming so'mdan narx. Pachkaga faqat. Eski pijamalar 12 ming so'mdan. Ranglari bor. Tepa pastlar 30 ming so'mdan. Bular 30 ming so'mdan. Bular 35 ming so'm ekan xalatchalik. Bu ham 30 ming so'mdan. Vaniza ishtonchalar 10 ming so'mdan. 10 ming so'm ekan mana pachkaga. Pachkada 3 ta bo'ladi adashmasam. Bolajonlar uchun kombinezonlar 45 ming so'mdan. Bog'cha bolalar uchun pijamalar 17 ming so'mdan. Nimaga yaxshi kayfiyat? Like, kommentariya bosishdan chiqarmanglar.